Akalar bizni mana bunaqangi rip session tayyorlayapmiz. Endi mana shu rip sessionda ancha nimalarni yig'ib qo'ydim. Endigi masala u yerda anaqamiz bor, maqtagimiz bor. O'shani endi mana bu joyga bo'kib kelishimiz kerak. Stanokda bo'kkan yaxshimi yo roverda bo'kkan yaxshimi? Bu yerda roverda taraq-taraq qilib kesib olish kerak edi. Shunga bo'kish kerak. Mana bunga bo'kish kerak. Ideal qilib. Mana shu bo'kamizni o'zi 1.30 bo'ladi. Keyin tepasiga mana bu tushadi. Buning ustidan oynak tushadi. Mana ko'rasizlar? Ataylab kromkalarni qora bostirib kelganman. Tepasiga oynak tushadi aylanasiga. Mana bu yerda dekorativniy narsasi bo'ladi. Quduqqa o'xshagan chuqur narsasi bo'ladi-yu. Mana shu narsa o'ydirilgan mana bunga. Endi mana shuni tayyorlayapmiz akalar. Nima deb o'ylasa yaxshi chiqadimi yo'qmi o'zim ham birinchi marta qilib ko'ryapman. Ichiga dekorativ narsa qilganman oldin boshqa narsaga, lekin bunaqa narsani endi birinchi marta qilib ko'ryapman kattaroq detalga va mana shu kattaroq rip sessionga. Rip session deyiladi. Shunaqa. Xohlasa kuzatsa ham 2-3 kunda tayyor bo'lib qoladi. Hozir endi mana shu oynaga zakaz berib kelaman. Bu kesam tayyorlab bo'lgandan keyin ichiga tushamiz. Hozir nimalarni polni yig'ib oldim. Karkaslarni mana bu yerda yig'ib qo'ydim. Tayyor hozir. Ustaxonaga yig'aysam juda notekis nima ishga yig'ishga qaror qildik. Shu yerda o'zida 8 joyda. Chiroyli qilamiz mana shuni. Kuzatishga davom etinglar. Like bosish esdan chiqmasin. Mana shu proyekt ketyapti. O'zi ham bir haftada bazasidan chiqdi. Bir hafta umrida edi bu.